Assalomu alaykum. Bugun biz Emig motor aralashmasida o'ynashni o'rganamiz. Qani ketdi. Sizga aytib o'taman, bu lobby emas. WoW karta bilganlar biladi. Oldingi videoda ID ko'rsatganman, dirjat tashib qo'yinglar. Lobby ochamiz, lobby bor. Necha kunlikmi? 7 kunlikmi? 5 kunlikmi? Yo'q, 5 kunlik emas, menimcha 1 kunlik. 1 kunlik yoki 7 kunlik lobby bor. Lobby bor. Bugun tashlasalar, bugun o'ynaymiz. Bir payt o'ynaveramiz. Oy, qur'on dashara. Ana o'ynayapti-ku. Shu to'g'ri. Krisavich. Men bekorga nochaqa deyishmaydi, bratishlar. Qoch. Qoch qilmasin, qoch. Молодец. Чаховик. Havoda. 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 Tak. Qilsam hozir turgan. Nima qilyapti u endi? Sador sen aldaysan, Sador aldama deb. Aldama Sador sen aldaysan-ku deydi. Tak. Nuchaqa. Emig motorida o'ynashni ham o'rgandik. Ana yana to'g'risi to'g'ri o'ynashni o'rganamiz. Qani ketdi. Normal jest. Navas. Men uchun Navas bu. Real Madrid var talish Navas men uchun. Sizlarga qaysi jamoa yoqadi? Real Madrid yoki Barselona? Kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar ko'p kutish xohlamayman.